Akine, chiqdingizmi? Qarzga narsa olasizlar-da, orqa ko'chalardan aylanib yurasizlar keyin. Olib chiqdingizmi qarzlaringizni? Assalomu alaykum uka. Uzr. Bugun ham olib chiqa olmadim. Ozgina qiynalib turibmiz-da. Unda nimaga chiqdingiz? Yana qarzga narsa so'ramoqchimisiz? Yalinib tursam rahmi kelib beraveradi deb o'ylayapsiz-da. Men ham har kuni kechqurun kassa qilaman. Bu narsalarni men tekinga olmayman. Qarzingiz ko'pligidan daftar to'lib ketgan. Haligi. Uka. Ana shu uzukni olib, qarzlarimni yopara olasizmi? Keyin yana ozgina narsa olmoqchi edim. Mayli. Nima kerak bo'lsa olavering, shu bilan qarzlaringiz yopiladi. Ukajon, bu uzuk qimmat uzuk. Qaytimini bera olasizmi? Bolalarimga dori olmoqchi edim. Ja qizuvsizlar, uyalmaysizmi qaytim so'rashga? O'zi kichkina uzuv bo'lsa, shuncha payt indamadim-ku. Qarzlaringizni ham so'ramadim. Shu mayda chudalaringizni oling-da, oldingi qarzlaringiz bilan hammasi yopiladi shu bilan. Qaytim yo'q. Assalomu alaykum. Kene, iloji bo'lsa meni kechiring. O'sha kuni nafsimga qul bo'lib, qimmat uzugingizni arzimagan qarzingizga olib qoldim. Birovni haqqi birovga yuqmas ekan. Shu ishlardan ko'p o'tmay do'konim ham yonib ketdi. Hamma narsamdan bir kunda ayrildim. Mana uzugingiz. Faqat men qarg'amang. Iltimos.